Sizlar bilan Gersok. Bugungi videomizda do'stlar, Mobile Legends'da bo'layotgan yangiliklar haqida gaplashib o'tamiz. Bugun videomizda AOT kollaboratsiyasi qachon keladi va uning tokenlari qachon bo'lishi haqida. Ikkinchi ma'lumotimiz. Glowga Patrick skini keladimi yo'qmi? Shuni aniqlashtirib olamiz. Va badanga special skin va qo'shimcha yangi qo'shilayotgan yangi skinlar haqida gaplashib o'tamiz. Qanday tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Xo'sh, demak, bizning birinchi ma'lumotimiz Patrick Glowga skin bo'lib keladimi? Ha, albatta keladi. Biz uni 21-dekabr kuni sotib olishimiz mumkin. Va 762 almazga 30% chegirmada. Uning asl narxi esa 1089 almaz qilib belgilangan. Chegirma esa u qo'shilgandan boshlab 1 hafta davom etadi. Undan keyin esa 1089 almazga sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Va uning kolleksiya darajasiga keladigan bo'lsak, ko'pchiligini 3000 lik bo'ladi deyishganda, yo'q, u Epic Skin ko'rinishda SpongeBob bilan bir xil darajada kelyapti. Badanga Special Skin 19-dekabr kuni SpongeBob bilan birga qo'shiladi. Uning ko'rinishi esa mana bunaqa bo'lishi taxmin qilingan. Menimcha bu aniq ko'rinish desak ham bo'ladi. Xo'sh, yana bir bonus yangilik. O'yinga 4 dragon, ya'ni 4 ajdarho degan tekin epic skinlar qo'shiladi. Bular kimlarga bo'ladi? Eydora, Chong, Gossen va Miyalarga qo'shilishi taxmin qilingan. Hali bu test serverda chiqmagan, lekin albatta buni men sizlarga videosini ko'rsatib ketaman. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Camino es brillante y difícil. Xo'sh, bu skinlarni hali bizning global Mobile Legends'imizga qo'shilish ehtimoli kam. 50 bo'lib turibdi, lekin agarda biron bir yangilik bo'lib qolsa, sizlarga xabarini beraman. Endi esa yangi qo'shiladigan skinlar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, Sasudi Dushi, Soul Assist ismida shunaqa bo'lardi inglizchasiga. Xo'p, oldin Eamon bilan Hanabiga kelganda, endi esa Clint, Cecilion va Bendettaga Soul Assist yoki da bo'lmasam Sasudi Dushi skinlari kelmoqda. Hali buni qachon qo'shilishini aniq bilmayman. Xo'p, endi esa Granger M7 Prime skinni ko'rib chiqamiz. Marhamat. Xo'sh, animatsiyasi alohida tema. Juda ham chiroyli chiqqan. Gapirishga til ojiz, to'g'risini aytaman, animatsiya juda ham zo'r chiqqan. Mana bu, ya'ni dragonlar, ya'ni ajdarholar sezoni boshlanyapti deb o'ylayman. Chunki hamma joyda ajdarholar, to'liq ajdarho tema, dragon tema shunaqa bo'lyapti. Granger'da M7 Prime skin ham ajdarholariga o'xshatib yasalibdi, ya'ni ajdarholarga o'xshatib chiqarildi. Menga juda ham yoqdi. Animatsiyasi gap bo'lishi mumkin emas. Dinamika, grafika, 3D modellar, orqa fon, to'liq hammasi o'zga dunyo. Bunday qaytgan juda ham zo'r chiqqan. Bunga reaksiya biladigan bo'lsam, masalan 10 dan 10 baholash kerak bo'lsa, men bunga 10 dan 11 ham qo'yib beraman kerak bo'lsa. Juda ham zo'r chiqqan. Animatsiya, stoykalar juda ham zo'r. Xo'sh, endi kartada qanday yurishi, qanday kirib kelishi va skilllarni ko'rib chiqsak. Xo'sh, juda ham ajoyib, yurishlar juda ham zo'r ishlangan, dinamika juda ham zo'r. Xo'sh, birinchi skilli qandaydir yaxshi chiqqan deb o'ylayman.
Stoycha yurishi ham zo'r. Avtotakasiga e'tibor bersangizlar, personajga tekkan payt juda ham zo'r effekt beryapti. Effekt попадания dermidi pabukda. Shunaqa narsa beryapti, juda ham yaxshi. Birinchi skillni oxirdagi massoviy urug'ni ham juda chiroyli ishlangan. Ya'ni ajdarxoni bo'shib chiqadimi bir narsalar ekan. Juda yaxshi. Menga yoqdi. Xo'p, ikkinchi skill haqida gapiradigan bo'lsam, ya'ni vspishga o'xshab sakrab o'tib adashmasam, dragon bilan birga qo'shib o'tar ekan, juda ham yaxshi. Ultasi. Normal. Menga juda ham yoqdi M7 Prime skini. O'zlaringiz ham ko'rdingiz deb o'ylayman. Juda ham yaxshi chiqqan. Bunday aytganda, oxirgi 2 yil ichidami, 1 yil ichidami Grangerga kelgan eng yaxshi skinlardan biri desak ham bo'ladi buni. Xo'sh, mana dekabr oyini ham qarshi oldik. Ko'z tegmasin, hammasi yaxshi o'tdi. Noyabrda ham anchagina kontentlar chiqardik. Xo'p, dekabr oyiga Fredringga Star skini keldi. Endi esa yanvar oyiga kimga Star skin kelishini aytib o'taman. Bu Harley geroyi va uning ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, nima desam bo'ladi? Qanaqadir xitoyliklarning sezoniga o'xshab qolgan. Bunday aytganda, xitoyliklarning yangi yili yanvar oyiga to'g'ri keladi. Adashmasam, shunga atab chiqariladi shekilli. Bu meni shaxsiy fikrim. Xo'sh. Endi esa keyingi skinlar haqida gaplashsak, Kallega 3 xil special skin konsepsiyasi bor. Ular mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Biri qizil, biri ko'k, biri yashil, qanaqadir bir normalniy skinlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, keyingisi esa Hanabiga Golden Mons, ya'ni bizning Ramazon oyimizga atalgan ikkita skin qo'shiladi. Albatta ularni sabitalardagi zadachalarda bajarib, tekinga olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, yaqin kunlarda Natanga Epic skin qo'shilish ehtimoli bor. Undan keyin esa Lancelotga Valentin skini, Hillsga tekinga Mythic ya'ni Epic skin keladi va fevral oyida yokida bo'lmasam mart oylariga Hanzoga Star skini qo'shiladi. Yaqin kunlarda Franco va Gatotkachaga special skini, Atlas va Kimmiga Epic skinlar qo'shilish ehtimoli mavjud. Xo'sh, endi esa Out kollaboratsiyasi qachon qaytadi? Bu videomizning eng kulminatsion nuqtasi deb o'ylayman. Out kollaboratsiyasi 5-dekabr kuni o'yinga qo'shiladi. Uning birinchi fazasi tokenlari 12-dekabr kuni, ikkinchi faza tokenlari esa 19-dekabr kuni qo'shilish ehtimoli mavjud. Ya'ni bu aniq fakt desak ham bo'ladi. Xo'sh, siz o'yinga kirganingiz uchun bitta Tekken token va xohlangan almazga to'ldirganingiz uchun ikkita Tekken token va 50 almaz va undan ko'p to'ldirganingiz uchun yana ikkita token beriladi. 250 almazga to'ldirganingizda esa 8 ta token beriladi va ularni ishlatganingizda esa jami 12 ta token beriladi. Bu kollaboratsiya revampi 1 oy davom etadi. Hozircha bizda shular, sizlar bilan Gersog bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.